Assalomu alaykum birodarlar. Degan arzon narxlarda sizlar uchun, mana bolalar uchun yangi bo'lgan faqat bo'shatishlik uchun narxlar juda arzon beriladi. Ular necha pul beramiz? 400 ming. 400 mingdan mana shu holatiga olasan, bu yangi korobkada bo'ladi. Uni terib olasan. Bunisini necha pul beramiz? 550 ming. 550 ming. Zo'ntichalardan bor, bo'lsa boshqacharoq. Bu velosipedda 500 ming beramiz. 500 mingdan velosiped tayyor holatda velosiped. Bu velosipedlarga kattalasi ko'tarmaydi. Bu kichkinasi qancha? 380 ming. 380 ming yangi. Bunaqa yig'iladigan kraskalar qancha? 650 ming. 650 mingdan bu ochilib tayyorlangan kraska bo'ladi. 650 mingdan holatda ham ko'tarib kelsa ham bunaqa tayyorlanadi. Bunisi 600 ming. 600 mingdan ko'ryapsizlar. Bular hammasini shu bo'shatish uchun berib yuboryapti. Bular necha pul? 1 million 200 ming. 1 million 200 ming. 200 ming. Bular ochiladi, yoki bu bular. Bular necha? Bunisi 900 ming beramiz. 900 ming. 900 ming bularning funksiyalari juda ko'proqligi uchun mana bunaqa qulay beradi. Bular ham narxlari bir xil. Bir xil. Bir xil narxlari, mana bunaqa sumkachalarda xohlaganlar uchun to'liq bo'ladi. Hammasida bor. Ko'rinish uchun. Bular qancha qiladi? Hozirgina tayyor bu. Ha. Yig'iladi. Ko'ryapsiz, juda ham qulay. Buni 550 ming. 550 ming. Narxi ham juda zo'r ekan. Bu eng arzon narxlardan. Bularni Bu ham shu 550 ming. 550 ming ha. Skladdagi narxlar deyarli. Hammasini o'rniga bitta kelishtirib beramiz. Hammasini birdaniga pul sanayman degan odamlar uchun bitta yana bor. Ularni video davomida qo'yib qo'yamiz. Hammasini birdaniga olaman degan uchun narxlar o'tiriladi. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bog'dod dehqon bozorining yonida manzil so'rab beradi. Faqat bu sohaga o'tishganligi uchun bulardan bo'shatib olish uchun narxlar juda arzon qilib berishyapti. To'g'ri telefon nomeringizni berib olamiz. 95 lik. 95lik 980 980 91 96. 91 96 raqamiga kunduz telefon qilasizlar. Olmoqchi bo'lganlar telefon qilasizlar. Anaqa chiqib qo'yasizlar. Shu biznesni do'kon solib borayotganlar, uni keyin foydalanib qolsalar bo'ladi. Foydalanib qoling. Hozirgi mana shu holatda hammasi taklangan, korobkada, upakovkada, hamma har xil narsalar bor bu yerda. Bemalol olmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqib qo'yasizlar. Mana gap yangi, hammasi jild. Sklad bo'shatish uchun narxlar arzon qilib berilyapti. Ko'rdingizlar? Hech qancha tovar yo'q. Bo'lsa bir 50-60 million tovar bor. Bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar. Aloqaga chiqmoqchi bo'lganlar. Xohlasalar yangi mashinalaring bo'lsa, Chevrolet yaxshiroq holati. Kelishib olsa bo'ladi unisi ham. Manzil so'raganlar uchun bu taraf Buvaydadan kelish, Bog'dod markaziga ketish. Bu taraf Bog'dod markaz hokimiyati oldiga chiqish, yerda dehqon bozori bor. Dehqon bozorini bu yerda bozor kuni petay bo'ladi, deydilar. Shu yerda shu do'kon.